Hozirgi o'yinimiz kim tez javob beradi o'yinini boshlaymiz. Bu o'yinimizda berilgan savolga javob bera olgan o'quvchi navbatini davom ettiradi. Javob bera olmagan o'quvchi joyimizda o'tiramiz. Tushundimi hamma? Hop, boshladik. Kim so'rog'iga javob beruvchi so'z? Aha. Nima so'rog'iga javob beruvchi so'z? Qalam. Qanday so'rog'iga javob beruvchi so'z? Chiroyli. Nima qildi so'rog'iga javob beruvchi so'z? Uchta. Yaxshi. Kim so'rog'iga javob beruvchi so'z? Haydovchi. Haydovchi. Nima so'rog'iga javob beruvchi so'z? Mashina. Nima? Mashina. Barakalla. Nima qildi so'rog'iga javob beruvchi so'z? Nima qildi? Yozdi. Yozdi. Keldi. Qanday so'roqqa javob bo'ladi? Keldi. Qayoqqa keldi? Nima? Nima qildi? Nima qildi? Keldi. Keldi. Joyimizga o'tiramiz. Yozdi so'zimizga qanday so'roq beramiz? Nima qildi? Nima qildi? Yozdi. Yaxshi. 5 kere 6. 5 kere 6'dan 30. Aha. 5 kere 4. 20. 8 kere 4. 32. 5 kere 6. 30. 7 kere 6. Joyimizga o'tiramiz. 5 kere 6. 5 kere 6. 30. Yaxshi. 4 kere 9. 4 kere 9. 36. 36. 5 kere 9. 45. Aha. Quyosh sistemasida 3-o'rinda qaysi sayyora turadi? Yer. Yaxshi. Yerning yo'ldoshi nima? Yerning yo'ldoshi joyimizga o'tiramiz. Yerning yo'ldoshi nima? Yulduz. Ya oy. Oy. Hop. Yer yuzida nechta kontinent bor? Nechta qit'a bor? 6 ta. Yerning qayeri muzlagan bo'ladi? Minera. O'tiramiz. Xo'p. Qaysi o'lkada kengurular yashaydi? Qaysi qit'ada? Qaysi qit'ada? Yo'q, o'tiramiz. Xo'p, kenguru qayerda yashar ekan? Afrika. O'tiramiz. Qaysi sayyora 88 kunda 1 yilda quyoshni 88 kuni 1 yil hisoblanadi? Aylanib chiqadi. Ha, quyoshning atrofida 88 kuni 1 yil hisoblanar ekan. Qaysi sayyora edi? Neptun. Neptun. Hop. Qaysi sayyora Quyosh sistemasida birinchi o'rinda turadi? Birinchi o'rinda turadi. Yer. Yer 3-o'rinda turadi-ku. Yer. O'tiramiz. 1441-yil 9-fevralda qaysi yozuvchimiz dunyoga kelgan? Alisher Navoiy. Alisher Navoiy. Xo'p, Zahiriddin Muhammad Bobur necha yoshda taxtga o'tiradi? 12. 12 yoshda. Amir Temurning nevarasi? Amir Temurning nevarasi. Zahiriddin Muhammad Bobur.
Nilometrni kim ixtiro qilgan? Nilometrni kim ixtiro qilgan? Qanday uskuna edi? Uzalım. Uzalım. O'tiramiz. Hop, nilometrni kim ixtiro qilgan? Farg'ona. Farg'ona ixtiro qilgan. Nima uchun ixtiro qilgan? Bo'ladi. G'olibimiz kim? Sobirjon.